Studiyamizda mehmon bor va biz ular bilan tanishtiramiz sizni. Namangan davlat universiteti yuridik fakulteti o'qituvchisi Otabek Po'latov bo'ladilar. Otabekka xush ko'rdik. Otabek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat, sog' bo'ling. Mana shu mart oyi mamlakatimizda juda ham bir yaxshi yangiliklarga, umuman olganda bayramlarga to'la oy bo'ldi. Va kuni kecha mana shu prezidentimiz Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston respublikalari prezidentlari juda ham bir katta kelishuvlarga, mana shu xalqimizning hayotida bir yaxshi yangiliklarga zamin yaratadigan qo'shma loyihalarni imzolashdi va bugun mana shular borasida suhbatlashsak, keling mana shu kelishuvlar, istiqbolli loyihalar haqida dastlab teletomoshabinlarimizga ma'lumot bersangiz. Rahmat. Avvalambor mana hammamiz ko'rdik. Shu yilning 31-mart kuni davlat rahbari prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning taklifiga binoan Tojikiston Respublikasiga amaliy tashrifni amalga oshirdilar. Albatta mana shu amaliy tashrif O'zbekiston hamda Tojikiston davlatlari o'rtasidagi o'zaro do'stlik, strategik hamkorlik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan bir nechta shu tarixiy hujjatlarni imzolanishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Ya'ni mana shu tashrif davomida o'zbek, qirg'iz hamda tojik davlat chegaralarining o'sha davlat chegaralari nuqtasi to'g'risidagi tarixiy shartnomani imzolanishi amalga oshirildi. Albatta mana shu tarixiy shartnomani imzolanishi bu bejizga emas. Mana shu yangi O'zbekistonda prezidentimiz tashabbuslari bilan olib borilayotgan pragmatik tashqi siyosat natijasi o'laroq va bevosita mana shu qo'shni davlatlar bilan amalga oshirilayotgan ijobiy o'zaro qo'shnichilik munosabatlarini bir yangi bosqichga olib chiqilgan va ularning natijasi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta mana shunday tarixiy shartnomani imzolanishi bu nafaqat O'zbekiston yoki Tojikiston davlatining o'zi, undan tashqari Qirg'iziston davlatiga ham bevosita manfaatli bo'ldi. Chegara oldi hududlarda mana ushbu tashrif davomida prezidentimiz juda yaxshi tashabbuslarni ilgari surdilar. Ya'ni prezidentimiz tashabbuslari bilan endilikda mana prezident davlat rahbarlariga chegara oldi hududlarda o'zaro savdo sanoat yarmarkalarini tashkil qilish va mana shu joylarda o'sha chegara oldi hududda yashaydigan fuqarolarga har bitta Navro'z oldi bayramlarini birgalikda nishonlash va bu bo'yicha o'zlari ham bevosita kelgusi yilga mana shu Navro'z tadbirlarini, bunday bayramlarni Farg'ona viloyatida o'zlari birinchi bo'lib amalga oshirishga tayyor ekanliklarini ham bildirdilar. Ya'ni aynan shu jarayonda ham ko'rishimiz mumkinki, Shavkat Mirziyoyev alohida tashabbus bilan chiqmoqdalar va bu tashabbuslar endilikda Markaziy Osiyo hududidagi davlatlarni yanada yakdil, yanada birdamlik bilan harakat qilishda va aynan mana shu harakat endilikda ularni siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlarning barcha sohalarida ijobiy natijalarni amalga oshirishga katta ta'sir ko'rsatadi va buni amaliy natijasini ham ko'rib turibmiz. Albatta, juda ham to'g'ri aytasiz. Bevosita mana shu nafaqat bordi keldi masalasi, bu jarayonlarning o'zida mana savdo, iqtisodiy, transport, madaniy, gumanitar va ekologik hamkorliklarni kengaytirish ham alohida bir dastur qilinyapti va nazarga olinyapti, e'tibor qaratilyapti mana shu jihatlar ham. Aytishimiz mumkinki, o'zbek tojik xalqi azaldan bitta mintaqada yashab, o'zaro qarindosh urug'chilik, do'stlik, quda-andachilik munosabatlarida bir necha yillardan, bir necha asrlardan buyon birgalikda yashab kelmoqda va endilikda mana prezidentimiz tashabbuslari bilan aynan mana shu munosabatlar yanada mustahkamlanib, o'zaro o'sha do'stlik munosabatlarini bir yangi bosqichga olib chiqiladigan bo'lsa, albatta bu jarayonlar davlatlarning iqtisodiy rivojlanishiga ham bevosita ijobiy o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Chunki davlatlar o'zaro tajriba almashinadi, iqtisodiy sohada hamkorlik, ishlab chiqarish, savdo yoki investitsiya loyihalarini birgalikda amalga oshiriladi. Aynan mana shu jarayonlar endilikda davlatni asosiy bir istiqbolli rejasi sifatida ko'rsatilmoqda. Bu jarayonda prezidentimiz alohida tashabbuskor davlat rahbari sifatida shu
davlatlar rahbarlarining uchrashuvida ham o'zlarini fikrlarini bildirib o'tmoqdalar. Yana bir masala, bevosita mana Barnopa joylarga, aynan Namangan viloyatining 33 ta mahallasida bevosita juda ham ko'tarinki 133 ta mahallasi juda ham katta bir tadbirlar tashkil etildi va mana shu jarayonlarda bevosita o'zbek, tojik, qirg'iz millatlarining, xalqlarining bir do'stligi yana bir bor tarannum etildi. Ayniqsa ular bilan suhbatlashsangiz, oldinlari aynan o'zim yashaydigan qarindoshlarimga borib kelish masalasi juda qiyin kechardi. Yaqindagina ana shu Uchqo'rg'onda va boshqa joylarda ochilgan postlarni hisobiga borib kelishimiz yana ham qulay bo'ldi, oson bo'ldi degan fikr mulohazalarni bevosita bildirib o'tishdi va bundan ochig'i ularning hayrati, xursandchiligi ana shu bayramlarda yana ham bir bayramni ko'tarinki kayfiyatda o'tishiga alohida bir xizmat qildi deb ayta olamiz. Albatta, O'zbekiston Respublikasi ko'p millatli xalq hisoblanadi. Ya'ni bizda 130 dan ortiq millat elat vakillari istiqomat qiladi. Albatta, mana shu millat elat vakillari bizning yurtimizda tinch, totuv va yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga hamohang tarzda o'zlarini har tomonlama namoyon qilishmoqda. Buni biz shu bayram tadbirlarida yoki ommaviy tadbirlarda ham ko'rib guvoh bo'lmoqdamiz. Va aynan mana shu jarayonlarda ham o'sha boshqa millat vakillarini o'zini urf-odatlari, an'analarini hurmat qilinishini ta'minlash bu bevosita konstitutsiyamizning 4-moddasi ham belgilab qo'yilgan. Ya'ni o'sha har bir O'zbekiston hududida istiqomat qiladigan barcha turli xil millat elat vakillarini urf-odat, an'analarini rivojlantirish uchun alohida sharoit yaratiladi. Ularni o'sha rivojlantirishga kafolatlar mavjud. Ya'ni bu konstitutsiyaviy normani qabul qilish ham o'zbek xalqini, ya'ni O'zbekiston Respublikasini bag'ri keng xalq ekanligidan alohida darak berib turadi. Aynan mana shu normalar asosida yurtimizda olib borilayotgan o'sha pragmatik tashqi siyosat dasturlari asosida endilikda nafaqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, balki O'zbekistonda yashayotgan boshqa millat vakillari ham bu jarayondan alohida shu jarayonlarda ishtirok etib, o'zlarini har tomonlama namoyon qilishmoqda. Albatta, mana shu chegara oldi, umuman chegaradagi davlatlar bilan O'zbekistonni tashqi siyosatda ham, umuman olganda qo'shnichilik borasidagi yangi qadamlari, yangi bir tashabbuslari ilgari surilayotgan bir paytda bugungi kunda haqiqatan ham chegara bilan bog'liq muammolarni yechim topishi yoki bo'lmasam mana shu xorijlik, tojik yoki qirg'iz millatiga mansub fuqarolarga davlat fuqaroligi berilishi, pasportlarni olishi ham ularni bir xursandchiligiga sabab bo'ldi. Qolaversa mana shu yaqin qarindoshlik aloqalarini uzadigan bir paytimizda mana shu prezidentimizni oqilona islohotlari bilan biz qarindosh urug'chilik rishtalarini yanada bog'ladik. Quda andachiligimiz yanada mustahkamlandi va o'sha o'zimizni ota hovlimiz, ona hovlimizga borib kelish juda ham yaxshilandi. Bir kunda borib kelish imkoniyati yaratildi deb mana shu chegara oldi hududlaridagi mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan qardosh el vakillari alohida ta'kidlab o'tishdi va bu boradagi hali ezgu tashabbuslar yanada bir keng quloch yozadi. Umuman olganda O'zbekistonda ko'plab millat va elat vakillarini emin-erkin yashashi, istiqomat qilishi, mana shu imkoniyatlardan unumli foydalanish uchun barcha sharoitlar yaratiladi degan umiddamiz. To'g'rimi, Otabek? Albatta. Mana shu yuqorida ta'kidlaganimizdek, shu davlat rahbarlarining ushbu uchrashuvi, bu amaliy uchrashuvda amalga oshiriladigan islohotlar, shartnomalar eng birinchi navbatda chegara oldi hududda istiqomat qiluvchi fuqarolarning alohida bir xursandchiligiga sabab bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki mana shu davlatlarning o'zaro mustaqillik rishtalari, ya'ni o'zaro do'stona aloqalardan albatta birinchi navbatda chegara oldi hududda yashaydigan fuqarolar manfaatdor hisoblanadi. Shuning uchun ham prezidentimiz tashabbuslari bilan aynan shu chegara oldi hududlarda istiqomat qiladigan fuqarolarni o'zaro ahilligiga, yanada ularni munosabatlarini rivojlantirishdagi yuqorida ta'kidlangan takliflar, ya'ni o'sha savdo ko'rgazmalarini tashkil qilish, yarmarkalarni tashkil qilish, undan tashqari Navro'z bayramini biz ham nishonlaymiz, Tojikiston Respublikasi ham nishonlashadi, undan tashqari Qirg'izistonda ham nishonlanadi, ya'ni bu umummilliy bayram hisoblanadi. Aynan mana shunday Navro'z shukuhi, ya'ni Navro'z bayramini juda katta ko'tarinki ruh bilan endilikda har bitta davlatni alohida o'zini hissasini qo'shgan holda chegara oldi hududlarda nishonlashga alohida endi urg'u qaratilmoqda va o'ylaymizki, aynan shu taklifning natijasi o'laroq keyingi yil Farg'ona viloyatimizda
uchta davlat fuqarolari ishtirokidagi juda katta keng ko'lamdagi Navro'z bayramini ham ko'ramiz. Bundan tashqari o'sha Xo'jand shahrida prezident davlat rahbarlarining ishtirokida juda katta madaniy tadbir bo'lib o'tdi. O'zbek hamda qirg'iz, tojik madaniyat va san'at vakillari o'rtasida juda katta konsert ham tashkil qilindi va aynan mana shu konsert ham shu davlat rahbarlarining o'zaro do'stona aloqalarini mustahkamlashda alohida bir ko'rinib turibdi. Ya'ni bu o'zaro munosabatlar juda samimiyat bilan va shu teng munosabatlarda amalga oshirilyapti va aynan shu munosabatlar endilikda ushbu davlat fuqarolariga ham bevosita ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Yana bir xursand qiladigan jihat bor, bu bevosita turizm bilan bog'liq. Albatta. Ana shu savdo iqtisodiy masalalar ichida balki mana shu jarayonlar ham kirib ketadi, lekin bizni aynan Namanganda o'tkaziladigan Gullar festivalida eng ko'p uchratadiganimiz bu qo'shni Qirg'iziston respublikalardan, davlatlardan keladigan insonlar. Bevosita ana endi O'zbekistondan ham juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz o'sha mamlakatlarni ham borib ziyorat aylab kelish, mazza qilib dam olib kelish imkoniyatlari ham yaratildi va bevosita har uchta davlatni, respublikani ham qaysidir ma'noda ana shu yo'nalishini ham yanada boyitishiga, iqtisodiy jihatdan yana mana shu yuksalishiga, rivojlanishiga bir katta turtki beradi, imkoniyat yaratadi degan umiddamiz. Albatta, turizm sohasidagi hamkorlik davlatlarning iqtisodiyotiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, bizning Namangan shahrimizda ham Gullar festivali bevosita nafaqat Qirg'iziston yoki Tojikiston, bundan tashqari Qozog'iston, Rossiya yoki boshqa davlatlardan ham tashrif buyuruvchilarni qamrab olmoqda, buni bevosita guvohi bo'lmoqdamiz va yaqinda bu juda katta tayyorgarliklar amalga oshirilyapti. Bu yil ham juda katta ko'tarinki ruhda ushbu Gullar festivalini o'tkazamiz va mana shu Gullar festivalida ham bizning Namangan viloyatimizga juda katta turistlar o'zlarining tashriflarini amalga oshiradilar. Albatta, Otabek aka, bugungi bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga tashakkur aytamiz. Viloyatimizning turli hududlarida bo'lib o'tgan mana shu bayram sayllari, bayram dasturlari ko'plab yurtdoshlarimizni mana shu qardosh el millatiga mansub bo'lgan hamyurtlarimizga bir ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Qolaversa, ularni bir maqsad yo'lida birlashayotganliklarini ko'rsatib berdi. Va ularni maqsadi mana shu yangi O'zbekistonni yuksalishiga o'zlarini munosib hissalarini qo'shishga qaratilgan va bu jarayonlarni biz mana shu dasturlarimiz davomida efirlarga, teletomoshabinlarimizga taqdim etib bordik. Kelganingiz uchun, mazmunli suhbatingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Mana shu dasturlarimizda yana sizni ko'rishdan xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling.